Azizlar, Tulpor oshxonamizda shashlik mahsulotlari halol go'shtlardan tayyorlangan barcha turlaridan, ya'ni to'rg'amchi, qiyma, tovuq, har xillaridan zakaz qilsanglar bo'ladi bemalol. Azizlar, ayni damda zakaz oshga tayyorgarlik jarayoni. Barchaga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Bugungi obzorimiz, ya'ni reklamamiz Qo'g'ay markazida joylashgan Tulpor oshxonasidan bo'ladi. Videoni davomida hamma qulayliklar, nima ovqatlar hammasi qo'yib o'tilgan. Bemalol ko'rib, maza qilib tomosha qilib kelib barcha turdagi gap, yaxshi kunlaringizni bemalol o'tkazishingiz mumkin. Xudo xolasa, Qo'g'ay Kalsovoyi va mana joy, xudo xolasa, lokatsiya juda aniq. Bag'i Imona to'rt markazi, Bag'i Tulpor oshxonasi. Hamma ovqatlar bor, xudo xolasa bemalol kelib, tanovul qilib, dugona qarindosh urug' yaqinlar bilan kelishinglar mumkin. Qo'g'ay markazida joylashgan. Qadrdonlar, ayni damda shashliklarimiz mana pishib turgan jarayonlari ukalarimiz chiroyli qilib, ko'ngillaringizga yoqadigan qilib pishirib berishadi. Halol shashliklar. Olovlar yonib turibdi mana chiroyli holatda. Azizlar, xudo xolasa, restoranimizda, ya'ni oshxonamizda shirinliklar, ajoyib desertga nima xohlasanglar bemalol buyurtma qilishinglar mumkin. İstagan shirinliklardan topib berishadi. Qolaversa, fast foodlar ham hamma yo'q, zakaz qilishinglar mumkin. Hot-dog, lavash. Tepa ko'rinishlari bemalol Qo'g'ay markazini ko'rib taomlanishinglar mumkin. Xudo xolasa, maza qilasizlar. Xo'p, azizlar, bu zalimiz. Zalimizda ham stol-stullar bor. Bemalol bu joyda ham gaplar o'tkazsa bo'ladi. Hozir xo'randalar bilan, ya'ni klientlar bilan bir og'iz muomala qilamiz, so'raymiz, ularga oshxona ma'qulmi, ma'qul emasmi so'raymiz, realni. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kelinglar. Oshxonani sizlarga yoqdimi oshxona? Ma'qulmi? Xo'randalar bilan ham bir muomala qilaylik dedik. Onajon, yaxshi ketyaptimi? Sog' bo'ling, yoqimli ishtahavalaringizga. Men Qirg'izistondan keldim. Qirg'izistondan ketdi onaxonimiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, yoqimli ishlar tilaymiz. Akalar, baliqlar bemalol zakazga qovurib tursanglar bo'ladi. Kilosi 65 ming so'mdan xudo chiroyli qovurib berishadi zakazga qarab. Oq baliqlarimiz 45 ming so'mdan mana chiroyli qovurib berishadi, ko'ngildagidek qilib. Soni cheklanmagan miqdorda bor, xudo xolasa. Ayni damda pishayotgan holatlari ham mana. Qadrdonlar, oshxonamizda ayni damda 15 xildan ortiq taomlar tayyorlanyapti. Bemalol buyurtma qilsanglar ham bo'ladi, buyurtma asosida ham qilib berishadi. Qolaversa, iftorlik va saharlikka ham taom qilishadi, xudo xolasa.